Hech kim Ronaldo bu golni qanday urganini tushuntira olmaydi. Real Madridga erkin zarba berildi. Ronaldo va Xabi Alonso to'p yonida turibdi. Lekin bu 3 o'yinchidan iborat devor har qanday to'g'ridan-to'g'ri zarba urinishini to'liq to'sib qo'ydi. Ronaldo darhol tushunadiki, bu pozitsiyadan gol urish juda qiyin bo'ladi. So'ngra u butunlay taktikasini o'zgartirib, asta-sekin jarima maydoniga qarab yura boshlaydi. Go'yo epizoddan uzoqlashayotgandek, to'satdan u tezlashadi va maksimal tezlikda yuguradi. Shu paytda Xabi Alonso erkin zarba berishga tayyorlanmoqda. Ammo Ronaldo unga kutishni ishora qiladi. U avval ideal pozitsiyani egallashni xohlaydi. Bu paytda hamma Xabi Alonsodan to'pni shunchaki berishini kutmoqda. Lekin Ronaldo shu bilan to'xtamaydi. Aksincha, u jarima maydoniga yugurishda davom etadi. Har bir soniyalik beparvolikdan foydalanib, himoyachilardan ajralib chiqadi. Diqqat bilan qarang. Ronaldo bu yerda edi va atigi 2 soniyadan so'ng u yerda. Bu harakat oddiy ko'rinadi, lekin u ajoyib o'yin aqlini namoyon etadi. Himoyachilar uni butunlay ko'rmay qolishadi va xavfni kech bo'lguncha anglamaydilar. Va ayni paytda Xabi Alonso nihoyat unga to'pni berdi. Ronaldo ajoyib vaqt tuyg'usi bilan havoga chiqib, eng ajoyib gollardan birini urdi.